Hurmatli obunachilar, bu hafta shuncha video chiqardim, originalini ko'rmadim. Bir tomosha qiladigan video rolik qo'yib beramizda. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Ozod boshlamiz. Doniyor ekan fermalari kelik. Haqiqiy Amerika atmosferasini beradigan bo'yni qaynab, oyoqlari kaltma qarang. To'sin oyoq. Lekin original birga bir. Luks kopiya emas bu. Mana. Maşallah. Mana qarang, ketish qarang. Bularning otasi o'sha 1 tonna 700 faqat olib kirish O'zbekistonga qimmatga aylanib ketishi uchun hozir tarozga vesiga to'g'ri kelmaydi. Dokumentga ham to'g'ri kelmaydi do'stlar. Mana. Shuning uchun olib kira olmaydi. Agar siz haqiqatan ham boqadigan bo'lsangiz 1 ushab o'sha 1 tonnani ustiga bemalol chiqadi Doniyor. Bemalol chiqadi. Narxini necha pul qo'yamiz? Buni ham 28 milliondan 38 milliongacha qo'yib beramiz. Xayri bor. Xayri bor. Shahar ichida, Toshkent shahari ichida oladigan bo'lsa, dastavkasini ichiga tiqdim mana. Bo'rada? Ha.